Qirg'iziston O'zbekiston davlat chegarasida do'stlik nazorat o'tkazish punktida har kuni fuqarolar chegarani kesib o'tish uchun soatlab navbatlarda turishga majbur, deb yozmoqda turmush.kg nashri. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, har kuni nazorat o'tkazish punkti orqali taxminan 12 ming kishi o'tadi. Qirg'iziston fuqarolari davlat chegarasidan o'tish uchun ertalabki soat 4 dan navbatda turishlari kerak ekani aytilmoqda. Fuqarolarning bildirishicha, navbatlar paydo bo'lishiga chegara oldi hududida yuklarni olib o'tish bilan shug'ullanuvchi savdogarlar turtki beryapti. Qorasuv tumanida yashovchi Lobarxon Sayfnazarova nazorat o'tkazish punktiga ertalabki taxminan soat 6 da kelgan. U 4-5 soat kutib, baribir davlat chegarasini kesib o'tib, O'zbekiston hududiga kira olmadi. Biz prezidentlardan chegarani ochishgani uchun minnatdormiz. Bu bizga qarindoshlar bilan ko'proq ko'rishish imkonini berdi. Biroq chegaradan o'tish rejimi soddalashtirilsa yaxshi bo'lardi. Odamlar soatlab navbatda turishga majbur, degan u. Do'stlik avtodorojniy nazorat o'tkazish punkti boshlig'i Bakit Zulfiqorovning so'zlariga ko'ra, yuklarga ega savdogarlar nazorat o'tkazish punktini sutkasiga 4-5 marta kesib o'tadi. Bu navbatlar paydo bo'lishiga ta'sir qiladi. Har kuni chegaradan 10-12 ming kishi o'tadi. Nazorat o'tkazish punkti o'tkazish imkoniyati sutkasiga 7 ming kishini tashkil etadi. Nazorat o'tkazish punktida hujjatlarni tekshirish bo'yicha 10 oyna ishlamoqda. 5 tasi chegarani kesib o'tishda, 5 tasi ortga qaytishda, deya aytib o'tdi u.